Assalomu alaykum akalar, tanjolar, sog'lom, eson-omonmisizlar. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan Usta Muhiddin. Hurmatli akalar, mana Buxoro viloyati mashina bozoriga kelgandik, avtomobil jo'ram avtomobil mashinasini balonni almashtirishga. Doim aytaman akalar, men hech qachon qimmat joyga bormayman, qimmat joyni reklama qilmayman. Akalar reklama uchun, yaxshi joy uchun reklama xizmati olmayman akalar. Aytib ketaman, doim aytganimdek, bozor bexijolat aylaninglar. Yana shu do'konga kelaverasiz. Bexijolat aylanib, hozir raqamni qo'yib ketaman. Har doimgidek 230-sonli raqamli do'konga kelaverasizlar. Akam nomerlarini qo'yib ketaman. Agarda boshqa joylaringizdan arzon qilib bermasalar, akalar tay kommentga yozasizlar. Ana qo'ydik, bozor aylandik. Yana shu eski gapimdan qolaman. Yana shu bozordan eng arzon balon. Akalar mana balonni oldik. Ana shu raqamga kelaverasizlar akalar mana. Raqamlarga urib akama kelaverasizlar. 230 raqamlik do'konga. O'zlarim o'tiribdilar. Ha, pocha? Ha, pocha men mana. Sardor jo'ram oldik. Rost arzon akama, o'zing ayt Sardor. Arzon akam boshqa magazinda aytki. Arzon. Real arzon oldikmi? Ha, kelaverasizlar akalar, bexijolat. Sizlar bilan har doim bilan Usta Muhiddin. Akalar kelaverasizlar. Salomat bo'linglar. Amak mamonot. Amakam bitta bitta. Qaramang. Ana ilhom akam mana shu yerdan olibdi. Akalar, shu aytgandek kelaverasizlar. Ha, o'zim hisobdan amakam keldi mana shu raqamda. Yo'q akam. Amaki gazini bering tamom.